Endi şu akkord tepişdiki qilib va qilibdan büsüp chiqish. Bu qanday gap deganda, masalanga kichik kuydan başladım. Demek bunun pas grupları kallamızga aydın. Biz şu pas gruplarını masal mürəkkebrək. Başın qoyğu 8 akkorddan çögülüşü. Yoki addi bo'lganda bu şekilde bo'ladi. Biz bunu qilib deb bilamiz, bu qilib orqali başladık. Lekin naqshida cho'qqin bu qilibni mengishini atayın. Buningda biz naqshida şu akkordni izlagan vaqtimizda chiqayotgan naqshidagi 4-5 xil yinsa deymiz, o yinsa. Avaz tusi mesela ganching bir yinsa bo'ladi, bas gitar bir yinsa bo'ladi, gitar bo'ladi, yoki skripka bo'ladi, yoki xo'shang ovozlar bo'ladi degandek, har xil sazlar orqali yoki jazgo degandek. Şu 5-6 xil sazning ichidan bizga şu akkordning yıldızını tepib beradigan şu sazni anglaymiz. Şu sazning ovozini bekrak anglaymiz. Naqshining tekstini emas. Çünkü biz akkord lazım hozir bizga. Masalan, kelme degan naqshini aytaylik. Şu naqshini asosan şu ganching ovozi kuchlik. Biz ganchingninki sol qo'l qismi, deyin tuvan ovoz qismininki ovozini bekrak anglaymiz. G'ing'shish orqali biz uni farq etamiz. Abaydan pas gruplarını o'zgartimiz. Demek her qanday naqshida cho'qqin mush qilibdi mengishim bu natayin. Qilibdimiz büsüp chiqishimiz kerak. Mesela kelme degan naqshida yıldız mush bo'lgan bo'lsa, ikkinchi parchasini biz cho'qqin mush deb o'ylaymiz. Lekin hozir naqshini qo'ysamlar, boshini ish o'zgaraydi. Şimdi obdan farq etinglar, naqsh bilan kirkitayli biraqlar. O'zgarishni o'zingizlar diqqat qiling. Chunki o'zimiz bayqab chiqqan narsa wu chulay deymiz. Wu dongshi, wu chu. Chunki o'zimiz bayqab chiqqan narsa bu mangulik singib qoladi kalimizga. Boshqa birisi deb bergan narsa emas, o'zimiz bayqab chiqqan narsa. Başlangıç kelmede, o'zgarish kelmedi. Endi keldik naqsh qismiga. İkinci akkord diqqat qilinglar, o'zgarish bor. Lekin nigar kelmedi. Ayrılışın azapları canga aram vermedi. Ayrılışın azapları canga aram vermedi. Sevgi dikçeydi, yar yırakka ketgende.
Endi mushu naqshidagi eng boshlanishi bilan ikkinchi pas, ikkinchi akkord. İkinci akkordni men ikki kuni xashon yozishni ishlatdim. Qushlar keldi baharda. Nima uchun deganda, gangchingning ovozi bu cho'nkuy shaklda chelindi gangching. Gangchingning ovozini aniq anglasak, bu cho'nkuy, hargiz kichik emas. Gangchingning ovoz cho'nkuy. Cho'qim biz shu gangchingning ovozi farq etishimiz kerak. Bizga cho'qim not bo'lish kerak emas, yoki sansifir bo'lish kerak emas. Bizga eng muhimi shu muzik sezim. Biz ash gangchingning ovozini anglashimiz kerak. Bu cho'nkuy chilayotganmi, kichik chilayotganmi? Shuni farq etishimiz kerak. İkisinin çoğun farkı var. Çoğunkuy, canlıq, şox, tetik anılındı. Başqıca anılındı. Kiçikkuy, qayg'uluq anılındı. Bunun sözləb boğan. Muş keynidik şipillarını düşünüş üçün çoxum aldıdık şipillarını, aldıdık məzmunlarını çoxum təpsili görüş gerek. Aldıdık məzmunlarını kömək durub, asas məşqlarını pişiqlamay durub, bu qədəmlərə kilivağan çağda şu qiyinçilik olub qaladığan gap. Ən mühimi şu məşq. Endi pas urush şekilde ben o'zgartayman shuni, akkordni o'zgartaylik, oddiylashtirayle mesela. Hozir asli o'rni bo'yicha chaldik. Endi buni men oddiylashtirayin. Mesela ovozimiz kelgan to'van ovoz BM akkord ekelaylik. BM degan bir kichik kuy degan gap. Qushlar keldi baharda. Gangchingdagi mush bir zil ovozni anglaymiz. Mush ovozni anglaymiz. Bu ço'nkuy, unisi yava akkord texi. Ma di ço'nkuyni, bu di ço'nkuy ma kichik kuyning xashon deyapsi, akkord ovozi, akkord ahangi. Endi mush di ço'nkuyning mu yava ahangi degan gapda. Baharda lekin nigar kelmedi. An bir qitim chap bo'lgandan keyin ikkinchi keyinchaqda buni asli kichik kuyga yo'tkib olamiz. Ayrılışning degan yerda kichik kuy bunun paralel cho'nkuyga o'zgardi. Paralel cho'nkuy keldi degan. Ayrılışning azoblari jonga aram bermedi. Ma yildizi kichik kuy bo'lganda ustidagi payda cho'nkuy ishlatmay, kichik kuy ishlatsak bu texmo mo'ngluq chiqadi. Cho'nkuy emas. Akkord to'g'risida mushunchalik tushuncha. Endi pas. Pasni men abay naqshining ichida ilib chaldim, bossa nova chaldim, odatdagi pasni urdim, har xil shaklda urdim. Nima uchun? Chunki naqshiningki kayfiyati qaraymiz. Boshqalarga qanday shaklda, qanday yusini chalsak hozir ato qila olamiz degan ish. Shuni shu usullar orqali, shu usullarni qo'llanib turib, har xil pasni chalamiz demoqchi. Bir xil başdan oyoq bir xil ilib chilayversak angliq odam zerikib qoladi. Boshdan oyoq urib chilayversak zerikib qoladi. Cho'qim tusini o'zgartib har xil pasni chilishimiz kerak.